hayırlı günler. Men sizlarga bilen tanıştırıp ketем. Mamadu şahari Saqlık sitesinden Gülya bulan iş bolalar misali vaqtda dekret yolunda. Şu beygini iştüge sizge video tushirib jiberge buldik. Eydegis yaqinroq tanışabız. Şu yurtimizda 5-chi yilni umr etamiz. Ish bola, turmush ittashim ham men yashaymiz. Qapqadan kelib ko'ruvlar bizni bolalarga pisoshimsi ish yoshli bo'lib bek yaratib o'ynaydi. Shulay o'yin batutlari qo'yamiz olg'a toba. Eshikdan chiquvga bizning naturlikni, go'zallikni, kayfni ko'tarishi shu shashaklar. Oq sizmi, qora, zangar, qizil borsida bor. Biz ularga sular silib, chuqlarini utab, har doim naturlikni saqlaymiz. Eylegiz bu yoqqa bizning bilakigina inshaalloh. Shu eshikda bizning 2 avtobus turar. Biz ani o'zimizga qishqiliqqa ham sotuvga qo'yamiz. Ikkinchi eshikda 51 oylar. Biz ani shu 2 oy asragandan so'ng suyabizda qishqiliqqa, sotuvga ham o'zimizga qoldiramiz. 3-chi eshikda bizning tovuqlar, tejalar, ish buzov. Shular biz ani qishqiliqqa suyabız, sotuvga qo'yamiz. Bu eshiklarni ochib ko'rsatmang. Chunki ko'z tiyiga bitta ishonam. O'z ko'zlaringiz bilan ko'ram desangiz, bizga qulnoqqa keligiz. Kecha sizlar bilan birga ishlaymiz. Eydagiz davom etamiz, bog'chaga chiqamiz. Mana bu bizning yashil bog'chamiz. Biz bunda ko'proq berang o'tibmiz. Kabachki, qovoq borisida to'plantiramiz. Bilakigina yerimizda bizning bog'larga bir shoh. Shulay eydagiz davom etamiz. Teplitsada biz pomidor, qiyar, burush, borisida o'tirtirga tirishdik. Bolalar bilan birgalikda tirishib ishlaymiz. Ham kuz kuni bulardan salatlar bilan bankalar yopamiz. Bu toyoqlar narsa uchun deb aytasizlar. Bu shiqirlar bizning bolalar ishlaganda ko'zlarini turtilmasin uchun qo'yilgan saqlanuvning bir chorasi. Shulay etib sizni o'zimizning turmushimiz bilan tanishtirdik. Xo'jaliklarimiz har vaqt shulay ortib tursin. Dunyolarimiz tinch, so'g'ishlarimiz bitib, uylarimizga atilarimiz, obilarimiz aylanib qo'ysinlar. Rahmat sizga. Nasim var keve şişme buyun ateşkeş eğlenip kaytır kök yaşlı salkın su